Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, do'stlar, qadrdonlar va Abror Muxtor Alini muxlislari, yaxshi muxlislari, ko'r muridlari, kommentariyada yozayotgan, men videolarimga kommentariyaga yozayotgan, haqorat qilib yozayotgan odamlar, ko'r murid deyman men ularni. Biz suhbatdan yana men qaytardim, har videoda qaytaryapman boshida. Men hech qanaqa Abror Muxtor Alini yoki uni tarafini yo buni tarafini olib kelmaganman. Abror Muxtor Alini gapiga kirib, qarasam uni zinoda aybladi birinchi videosida, bular daislikda aybladi. Keyin bu zinoda ayblaganda endi men shariatdan meni ilmim yo'q, bilimim yo'q. Abror Muxtor Ali bilimli kishi deb unga ergashib, bu demak bu zino ekanda deb, misol uchun bular shogirdlar o'ylaganda o'ylab qolsam, shunaqa deb o'ylasam, u keyin u ayol bilan gaplashyapti, men zino deb aytmadim deyapti. Endi biz undan oldin o'sha zino deb aytgan bo'lsa, hamma shunga ishonib qo'ysak, bu zino qildi ekan desak, biz birgalikda qo'shilib gunohkor bo'lib qolyapmiz, tuhmat bo'lib qolyapmiz. Ichimizda hatyapti, birovga aytmasak ham, bu ayolga nisbatan biz tuhmatchi bo'lib qolyapmiz-da, gunohkor bo'lib qolyapmiz. Deb tursak, keyin bu shunaqa tanamay turib olsa, bizni gunohiga sherik qildi, tuhmatiga sherik qildi. Keyin men kirib so'rayman dedim. Abror Muxtor Ali, siz shunaqa degan bo'lsangiz, zino deb aytmaganman deb aytdingiz, lekin u yerda zino degan gapni ishlatdingiz. Endi nimaga shuni aytmadim deb tan olmayapsiz deb so'ramoqchi edim. O'zi shogirdlar bilan ancha vaqt uzoq suhbat qildik. Shogirdlarga ham o'sha gapni aytdim. Men hech qanaqa to'g'ri demayapman. Men deganim, nima uchun aytgan gapingizni, o'sha yerda aytgan gapingizni men unaqa gap aytmadim deb aytyapsiz deb so'ramoqchi edim. Hech qanaqa bu yerda bir adovat yo boshqa narsa yo'q edi. Keyin domla kelib qoldi-da, men qayerda zino deb gapirmadim deb aytdi menga. Hozir men o'sha videoni qo'yib beraman. Ko'r muridlar tushunsin. Tushunmasa yana foydasi yo'q. O'sha fikrlar degan profilimdan kirganman, Telegram profilimdan. Bularni guruhlari juda ham ko'p ekan. Bu 8000, 7000, 1000, 2000, 3000 har xil sonlari bilan guruhlari bor ekan. Men bilganim hozircha 4 ta. Nomlari ham ilmiy jang, bahs, kimlarnidir xo'rlash degan guruhlar ekan. Nomlari esimdan chiqdi, to'g'risi. Kirib qaramadim, qiziqib bilmadim bu qanaqa guruhlar, bularning maqsadi nima, odamlarni bo'lishmi, sen musulmon kirsangiz savol beraver. O'zi ham bir guruhlariga kirganimdan beri bir 20 tasi so'radi shekilli. Gaplashib tursak ham yana o'rtasida keladi, hamtasi kelib turib, musulmonmisiz o'zi deydi. Boshida 15 minut, 10 minut yo 5 minut oldin aytasiz, musulmonman alhamdulillah desangiz, yana bittasi keladi-da, musulmonmisiz o'zi yo'qmi deydi. Musulmonman deyapman, nima shubha qilyapsan desam, shubha qilyapsiz-da deydi. Siz gaplaringizda musulmonga o'xshamaysiz deydi. Qarang. Men endi aytgan gapini aytdi deb tan olmadi, aytganini aytdi yoki mana u noto'g'ri-ku. Haqorat to'g'rimi? Sizlar men aytayotgan odamlaring ilmli, shunaqa axloqli, madaniyatli bo'lish kerak o'zi aslida. Lekin shunaqa qilish to'g'rimi desam, sen domla bilgan narsani sen qayerdan bilasan? U o'zi biladi deydi. Sizlar shuni to'g'ri desalaring, yo'q, men uchun u to'g'ri emas, noto'g'ri bo'ldi. Tushundim sizlarni, qo'yinglar desam, yana chaqirib oladi-da, sen bu yoqqa deydi, sen boshqa savolni beradi, u savolni beradi, bu savolni berib, короче, siz chiqib ketishingizga ham yo'l qo'ymaydi o'zi ular u yerda. Sizni shu izib, kalaka qilib o'tirish kerak, ularga mavzu kerak. Men shuni tushundim. Ularga kimdir bitta mavzu kerak. Kuniga o'zida o'tirib olib, kalaka qilib, ustingizdan kulib, tuhmat qilib, sen bunaqa, sen unaqa, sen bunaqa. Короче, sizda shunaqa moralniy sizni moralingizga izib, sizni joningiz nimadan chiqaradi-da, qoningizni qaynatib, odam nima deydi, o'zidan chiqib ketadi-da, keyin haqorat qilib so'kishga majbur bo'ladi. Meni ham shunaqa qilmoqchi bo'ldi bular. Ba'zilari so'kdi ham, so'kkanni ham so'kdim, to'g'ri tan olaman. Lekin men so'kkanni so'kdim, so'kmaganni emas. Unaqa odatim yo'q, unaqa axloqsiz emasman, to'g'ri, ilmli emasman, bilimli emasman. Sizlar o'ylagan Abror Muxtor Aliga o'xshab o'qimaganman, lekin bilamanki, o'zimning madaniyatimdan kelib chiqib, o'zimning tushunchamdan kelib chiqib, birovni yomon so'zlar bilan haqorat qilish bu noto'g'ri.
meni fikrim mana shunaqa deb o'shanda ham aytganman. Ular shunda ham sen dedi biz domlamiznikini xato qilyapsan dedi. Bizni domlamiz ustozimiznikini sen xato deyapsan, ahli ilmnikini. Sen qayerdan bilasan uni dedi. Yo men uchun xato u desam shuni tushunmaydi-da. Men uchun xato u unaqa haqorat qilishi desam, yo'q dedi. Sen dedi nimaga xato qilganini, nimaga haqorat qilganini sen bilgansan, keltirib ber dedi. Keltirib bersam, keltirib berganimdan aytadiki, ha bu yerda to'g'ri qilgan dedi. Boshidagi nima gap bo'lganini bilmaysan-ku dedi. Boshida nima bo'lganini bilmayman, to'g'ri, lekin video qo'ygansizlar yo'q-ku oxirgacha, lekin shu videodan ko'rib turib men aytsam bo'ladimi, что noto'g'ri bu deb. Men uchun noto'g'ri desam bo'ladimi? Nima haqqi bor bunaqa deyishga deb. Bo'ladi, men uchun shunday bo'ladi. Lekin boshi yo'q videoni boshini topib kel deydi. Men qayerdan topaman uni sizlar qo'yayotgan bo'lsanglar bu videoni? Sizlar odamning ustidan kulish uchun videoni qo'yasizlar. Men haqimda ham o'tganda hali men videolarni endi ko'raman, vaqtim bo'lmayapti ish bilan, to'g'risi. Ko'raman. Va men albatta hammasiga tahlil qilaman, qarayman. Yana aytdim men, o'tgan videolarda ham aytdim, men haqimda gapirmanglar. O'z tuhmat qildilaring indamadim dedim. Hozir men video fikrlar degan profilimda kirgan suhbatni men hozir eshitsam, siz menimcha dayussiz debdi Abror Muxtor Ali. Nima uchun men dayus degan bilmayman. Men u yerda hech kim tarafini olmaganman. Lekin so'raganman, siz aytgan gapingizni aytmadim deyapsiz. Shu to'g'rimi? Aytdingiz-ku, lekin nimaga tan olmayapsiz? Maqsad nima? degan ma'noda men savol berganman. Hozir o'shani men qo'yib beraman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, zino sud. Qaror boshidan qo'yib chalkashib ketdik. Noto'g'ri aytgan demoqchi emasman, prosta aytgan gapini ha men aytdim demayapti-da. Yo'q, men unaqa gap ishlatganim yo'q deyapti, lekin aslida ishlatgan ekan deyapman. Nima berdi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Ustoz, assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, zino so'zini umuman ishlatmaganman degan gapimni keltirib bering endi siz. Zino so'zimni umuman ishlatmaganman degan gapimni keltirib bering endi siz deyapti. Men hozir o'sha suhbatni men qo'yib beraman. O'zingizlar keyin dakanza qolib qo'yib ko'rib olaversa YouTube'da bor. Hozir men o'sha narsani qo'yib beray, shu gap kelganda shu vaqtida qilib ketayda. Tak, qayerda qoldi? Agar zino qilinmagan bo'lsa siz shunaqa deyapsiz. So'rayapman deyapsiz-ku. Aslida Yo'q, sizda gapiring, men chantajlagan yo'q hech kimni. Men meni sha'nimda bulg'ab internetga chiqish uchun. Men sizni sha'ningizni bulg'aganim yo'q, yana qaytib aytyapman. Siz kechagina boshqacha gapirib, bugun endi hozir kelib men sizni tarafingizni olyapman deyapsiz-ku. Aslida aqlingiz ishlatib tarafingizni olyapman. Nur surasi 4-oyatda nima deyilgan? Nima deyilgan? Nur surasi 4-oyatda nima deyilgan deb Gulrana o'zi savol beryapti. Agar bu videoga chuqur kirishmaylik, o'sha zino degan so'zni qayerda ishlatdim degan gapga men qo'yib beray. Buni men eslachu keyin tahlil qilib beraman. Agar ko'rmurid aqli ishlamaydigan gapning tagida nima borligini bilmaydiganlarga yana gapiraversanglar, men yana qo'yib beraman. Keyin tahlil qilib beraman bu videoni ham. 4-oyatda nima? Tushunmasalar og'izlaringga men chanib beraman. Kechagina zinoni tarafini olyapman, faqat guvohlik bermagan degansiz. Nimaga unaqa jinga tushunib turib shunaqa deyapsiz? Qayerda men sizni zino qildi dedim. Kechagina zinoni tarafini olyapman deyapsiz deb aytdik-ku. Yo'q, o'sha fahsh ishlarni tarafdan olyapsan dedim. Qayerda ishni ko'rdingiz? Kimda tayyorligini aniq ko'rdingizmi? Yo'q, videoda ko'rib turibman, siz yalang'och o'tiribsiz debdi. Siz imonni o'sha holatda zinoni ko'rdingizmi? Videoni ko'rib turibman deyapti, yalang'och holatda turibsiz o'sha yerda deyapti. Keyin Gulrana savol beryapti mana. Qayerda ko'rdingiz? Kimda tayyorligini aniq ko'rdingizmi? Yo'q, videoda ko'rib turibman, siz yalang'och o'tiribsiz debdi. Siz imonni o'sha holatda zinoni ko'rdingizmi ko'zingiz bilan? Yo'q, men zino gapirayotganim yo'q. Siz kechagina Yo'q, men zinoni gapirayotganim yo'q deyapti. O'sha joyni yana qo'yib beraymi sizlarga? Ko'rmuridlarga. Yana qo'yib beraman. o'sha holatda zinoni ko'rdingizmi ko'zingiz bilan? Yo'q, men zino gapirayotganim yo'q. Siz kechagina Sizlarga nima kerak yana? Men shuni aytdim, ko'rmuridlar, men o'shani aytdim. Abror Muxtor Ali, mana sizga javob. Xolasangiz bu videoni ham oxirgacha tahlil qilaman. Siz qayerda qanaqa gap o'yini qilib, bu video o'sha men o'tganda aytdim. Bu video birinchi videoyingiz bilan hozirgi videolaringiz gapi bir-biriga kelishmayapti. Aytgan gaplaringiz o'xshamayapti desam, tan olmayapsiz desam, u men noto'g'ri aytgan ekan. Men adashibman. Uzr.
Kechirasizlar. U videoning o'zidagi gaplar ham 1 minutdan keyin bu o'ziga to'g'ri kelmay qolyapti ekan. Xolasanglar men yana qo'yib beraveraman videolarni. Yana buni ham tan olmasa, bitta hozir aytadi bata. Sen bitta bilan ko'rib olib endi shuni tan. Ammo o'z maqsad shu bilan kirganman men hozir. Mana shu savol bilan kirganman men. Aytgan gapingizni aytmadingiz. Nima uchun tan olmayapsiz? Hammani unaqa gap o'yini bilan aldab yuribsiz. Bunday dedim deb. Tan olib qo'yursangiz bo'lmaydimi? Sizga ergashib qolganlarim gunohkor tuhmatchi bo'lib qolyapti ichida, Allohning oldida. Bu yaxshi emas-ku. Qolganlar mana shu ko'rmoqlar ham tarafdan olayotganlar ham gunohkor bo'lyapti hozir. Agar u shariatda u zino deyilmasa, demak hamma gunohkor bu yerda. Tuhmatchi bo'lyapti. Demakki sizning gapingiz guvohlik bera olmayapsizmi? Hozir aytganingizni tan olmayapsizmi? O'zi sizniki to'g'ri kelmas ekan sizning guvohlik berishingiz bunaqa ishlarga. Chunki siz o'sha bunaqa narsani tuhmat qilgansiz necha marta. Siz tuhmatlarda ayblangansiz. Sizning gapingiz 1 tiyinga qimmat bo'ladi endi bundan buyog'i bunaqa gaplaringiz. 1 tiyinga qimmat. O'shani eshitib oling. Chunki u arzimaydi bundan buyog'i guvohlikka, shariy tomondan. Shariat tomonidan arzimas ekan. Men o'qidim, ko'rdim, o'shani qiziqib. Yana shu gaplarda davom etib ketyapsiz, lekin yana shularda davom etyapsiz. Bu yerda aytilgan ekan. Agar u yerda toza diyonatli odamlar, diyonatli 4 ta guvoh bo'lish kerak ekan. Diyonatli deyilgan. Agar o ichki ishlar xodimlarini aytsalaringiz, ular hech qaysi diyonatliligini hech kim bilmaydi uni. Diyonatlimi, diyonatli emasmi? Diyonatli bo'lsa unaqa shaxsiy telefoniga videoga olib o'tirmaydi u yerda. Qayerda bizning qonunimizda bor shaxsiy telefoniga videoga olish degan. Hozir mana shuni tahlil qilsak, ana shu telefonda gaplashganni ham, undan oldingisini ham sizning gapirgan mana fikrlar degan profil bilan gaplashgan videoni men hozir tahlil qilib chiqsam, ko'rib, video qilaman uni ham. Ana shu yerda ko'ramiz javoblarni, qanaqa nima degansiz, nimaga xom gapirgansiz. Undan tarafini olyapman men. Ichki ishlarni kimdir menga aytdi deb qo'ying, yo men maqsad nima bu yerda? Yo men u yerda kimdir ishlaydi deng. O'z tarafini olyapman deb aytdingiz, u tarafini olaman da men dedingiz. To'g'ri. O'tgan videoda aytdingiz tarafini olaman deb. O'shani sababini to'g'risini bo'lmasa aytib qo'ying. Men qoralayman buni, to'g'ri bo'lsa ham qoralayman. Men gapim bunisiga bunday aylantiraveraman, hammani chalg'itaman. Xalqni ikkiga bo'lish maqsadim deb aniq maqsadni aytib qo'yavering. Mana ko'rmuritlar o'shani tushunsin, mana ko'rmuritlar. Kommentariyaga yozib, meni mana saviya yo'q, ilm yo'q deydiganlar. Saviya yo'qdir menda, lekin kim nima deyapti, mana bu gapning tagida nima borligini men yaxshi sezib turibman. Bo'lmasa men nima kerak menga tortishib. Men chiqayotganining sababi ham menga nisbatan tuhmat bo'layotgani uchun. Meni nomusimga tegyapti. G'ururimga tegyapti. O'shaning uchun men chiqyapman. Kommentariyada yozayotganlar. Yana yozinglar, mana o'zingizlar fikringizni bildiringlar mana shu kommentariyaga ham. Ko'ramiz kim nima deydi. O'zi 99% odam tushunib turibdi, kim qanaqa, nima degan, nima bo'lgan, kimlar kim bilib turibdi uni. Men birovni ayblash uchun Abror Muxtor Ali noto'g'ri siz xato ish qildingiz deb mana bemalol endi aytaman, lekin ungacha men aytmaganman. Xato, noto'g'ri sizniki bo'ldi demagan, men savol bilan kirdim. Mana ko'rmurit o'zbekcha gapiryapman. Men savol bilan kirdim. Siz o'sha videoda aytgan ekansiz, lekin keyin aytmadim dedingiz. Nima uchun shunaqa dedingiz deb savol bilan kirdim. Chunki men ham sherik bo'lib qolishim mumkin edi gunohga. Men hech kimni yomon, mana u yomon, men aqlliman Abror Muxtor Alidan deganim yo'q hech kimga. Men aqlliman deb hech kimga ayta olmayman ham. Ki so'kdi deb so'kdi. Hozir radikal degan gapimga, radikal fikrlovchi degan gapimga hozir bir ikkita video eshityapman. Kelyapti menga, aytayapti do'stlar. Sen shunaqa deyapti deydi. Radikal fikrlovchi odamlar bor. Radikal fikrlovchi odamlar faqat o'shani gapini to'g'ri deb qolganlari fikrga tupurib qo'yganlarni radikal fikrlovchilar deyiladi. Men o'shani aytganman, radikal fikrlovchilar u guruhlarda. Ular tekshirish kerak. Bu nimaga unaqa bu? Birov ustidan kulib o'tirib olib odam ajratib bo'lyapti. Sen bu yoqqa. Sen bu yoqqa. Sen nima deding boya? Sen qarshimisan shunga? Sen kimsanki qarshi bo'lasan? Sen bu yoqqa, siz yaxshi yo'lga kirishingiz kerak. Siz adashibsiz. Siz manaqalarni guruhidan ekansiz deb guruh qilib ketadi. Masalan, men hech kim guruhidan kelmaganman, unga kirib qolganman. O'sha videolarni ko'rganman.
kirib videoni описаниеda bo'ladi o'sha guruhda bahs bo'ldi deb. Shu qiziqib kirganman o'sha guruhga, bo'ldi. Xullas mayli, bu mana shu qisqacha bo'lsin bugungisi, keyin tahlil qilib beraman ertaga yo indinga vaqtim bo'lganda. O'sha fikrlar profili bilan suhbat qilgan gaplarga men tahlil qilib beraman boyagi mana videoga oxirgacha. Ko'ramiz keyin yana. Mayli, sog' bo'lasizlar.